Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, muhtaram mehmonlar. Barchangizni yasharish va yangilanish fasli bahor, oylarning sultoni Ramazon oyi hamda insonlar qalbida ezgu intilishlarni uyg'otib, kishiga umid va ishonch, shukronalik tuyg'ularini bag'ishlaydigan Navro'z ayyomi bilan muborakbod etaman. Tinchlik, osoyishtalik, farovonlik hukm surayotgan ona yurtimizda yashayotgan har bir insonning qalbida yashashga bo'lgan ishtiyoq, ezgu maqsad, ijod izlanish zavqini tortiq etadi. Shunday ulug' ayyomda nuroniy otaxon va onajonlarimizni, munis opa-singillarimizni, tumandagi tashkilot va korxona rahbar xodimlarini, tumanimiz hayotida tobora hal qiluvchi kuchga aylanib borayotgan yoshlarimizni Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Aziz do'stlar, bugun jonajon yurtimizda go'zallik va nafosat, yasharish va yangilanish, mehr va oqibat bayrami. Navro'z kirib kelar ekan, dala va qirlarimiz, bog' va yaylovlarimiz ko'klam yomg'irlari obi rahmatdan bahramand bo'lib, bo'lg'usi mo'l hosil, qut va barakadan darak bermoqda. Har bir inson o'zining tabiat farzandi ekanini yanada chuqur anglayotgan mana shunday munavvar ayyomga el yurtimiz bilan sog' omon yetganimiz uchun avvalo yaratganimizga behad shukronalar aytamiz. Hurmatli bayram ishtirokchilari, bugun yurtimizda yangi O'zbekistonni inson erkin, ozod va farovon yashaydigan jamiyat va davlatni barpo etish yo'lida fidokorona mehnat qilmoqdamiz. Yangi O'zbekiston g'oyasi xalqimizning azmi qarori, uning hayot mazmunidir. Bu oliyjanob maqsad Navro'z olam falsafasi va qadriyatlari bilan g'oyat uyg'un va ham ohangdir. Inson qadrini ulug'lash, har bir fuqaroning haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarini amalda ta'minlash, barcha shahar va tumanlar, olis va chekka hududlar aholisi uchun munosib sharoit yaratib berish, oddiy qilib aytganda xalqimizni rozi qilish mana bizning davlatimiz rahbarining bosh maqsadidir. Shu ezgu yo'lda iqtisodiyotimiz va ijtimoiy sohalarni har tomonlama rivojlantirish, ilm, fan, ta'lim va tarbiya, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, sog'lom turmush tarzi va sport, ona tabiatni asrash kabi yo'nalishlarda boshlagan katta dasturlarimizni jadal davom ettiramiz. Hayotimizni yanada go'zal va obod qilishda biz mo'tabar otaxon va onaxonlarimizdan, ularning dono maslahatlari va duoyi fotihalaridan kuch-quvvat olamiz. Milliy taraqqiyotimizni yangi bosqichga ko'tarish yo'lida mardona mehnat qilayotgan hurmatli aka-ukalarimiz, aziz opa-singillarimizga, butun xalqimizga ishonamiz va tayanamiz. Shu qutlug' ayyomda sizlarni har biringizga vatan ravnaqi yo'lida qilayotgan munosib xizmatingiz uchun qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, chin yurakdan tashakkur bildiramiz. Aziz va muhtaram vatandoshlar, barchangizni butun xalqimizni Navro'z umumxalq bayrami bilan yana bir bor tabriklayman. Fasli navbahor har bir oila, har bir mahallaga, el yurtimizga tinchlik va farovonlik, baxt va saodat olib kelsin. Barcha ezgu ishlarimizda Yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Navro'z olam barchamizga muborak bo'lsin.